Akalar, opalar, o'rtoqlar, singillar, qarindosh urug'lar. Eloboddan kvartira so'raganmidinglar mana sizlarga? Eloboddan bir xonani ikki xona qilingan kvartira. Ushbu koridordan kirganimizda bizni birinchi sanuzel, tualeti, ya'ni unitaz bilan rakvina bu yerda alohida, plus bu yerda vannasi bor, vannasi alohida, bitta pol avtomat kir mashinasi ham bor. Kirdan umuman muammo yo'q. To'g'ri kirib kelganimizda esa bizda kuxnya bemalol mastavani urgani, bu yerda Chorniy Pantera laqabli kichkinagina chiroyli bitta xolodilnikimiz bor. Oshxonada maza qilib suv, gazdan muammo qilmasdan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu esa bizni kichikroq bitta xonamiz. Bu joydan kirganda bu yerda spalnya. Spalnyada xo'p, divani yo'q. Agar kelishib qolsangiz divanni ham qo'yib beraman dedilar. Undan tashqari mana shu yerda undan tashqari spalnyada bitta shunaqangi chiroyli bitta Artel televizor, bu yerda bitta konditsioner bor. To'g'risi, tasavvur qiling, siz ijaraga, ya'ni bu yerga ko'chib kelganingizda egalari shundoq bitta konditsioner qo'yib beradilar. Maza qilib yozda salqingina o'tirsangiz bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsa, egalar $200 kelishtirib beraman dedilar. Tezroq telefon qiling, sizdan oldin boshqa telefon qilib qo'yishmasin. Okalar, manzilni tushuntiraman. Elobod City yangi qurilgan domlani 21-uy 3-etajda joylashgan.